Saodat asri qissalari. Intizor kutilgan tong. Birinchi kitob. Yahudiy olimlari. Shom tomonlarida Hazrati Musoning dinini qabul qilgan, ilm va ibodat bilan baravar shug'ullanadigan bilimdon yahudiy bor edi. U kichik yoshidan boshlab toat ibodatga berilgan, zamonasining yetuk olimlaridan saboq olgan, bundan tashqari mustaqil ravishda bilimini oshirishda erinmaydigan inson edi. Bir kuni qo'ni qo'shnilari va do'st birodarlari uning safarga hozirlik ko'rayotganiga shohid bo'ldilar. "Qayerga ey haybon, yo'l bo'lsin" dedilar. "Ko'chib ketayotirman. Hijoz tomonlarga borib yashamoqchiman." "Nega endi dabdurustdan, ey haybon, nega bizni tashlab ketasan? Bu yerda bizdan yomonlik ko'rdingmi?" "Yo'q, aslo hech kimdan yomonlik ko'rmadim. Ammo ko'nglim o'sha tomonlarga chorlamoqda." "Nima qilasan u tomonlarda? O'zing savdogar bo'lmasang?" "Gaplaringiz to'g'ri. Savdogar emasligim aniq, ammo Alloh rizqimizni berar degan umidda ketayotirman." Haybon shunday deb ular bilan xayrlashdi. Ertalab tong saharda bir oiladan iborat kichik karvon yo'lga chiqdi. Yo'lovchilar ilgarilagan sari qadam-baqadam iqlim o'zgarar, yam-yashil Shomning o'rniga onda-sonda xurmozorlar uchraydigan vohalar kela boshladi. Bir necha kunlik yo'ldan so'ng xurmozorlar ham ko'rinmay qoldi. Shomning latif iqlimiga moslashgan oila kutilganidan ham uzoqqa cho'zilib ketgan yo'llardan ba'zan kelajakka umid bilan qarab, ba'zan tushkunlikka tushib ilgarilab borardi. Haybon gohi bir ufqdan ikkinchi ufqqa qadar cho'zilgan qum sahrolarni, goh quyosh qizdiragan yalt-yalt qilgan dengizdan farqi yo'q sarbonni tomosha eta-eta, qora terlarga bota-bota, tili tanglayiga yopisha-yopisha oldinga siljirdi. Bir tomchi suvga tashna qolgan paytlari ham bo'ldi. Haybarda tanishgan yahudiylar uni quchoq ochib kutib oldilar. Ilmi bilan amali bir bunday pokdomon din arbobiga munosib hurmatda bo'lishlarini izhor etib, shu yerda qolishlarini so'radilar. Ammo Haybon mehmondorchilik muddatini cho'zib yuborishni istamadi. "Niyating qayer ey Haybon?" "Yasribgacha bormoqchiman. Bu yer Yasribdan ko'ra xushmanzara, xushhavo, tuprog'i unumdir." "Shunday bo'lsa ham niyatimiz qat'iy, ketmasak bo'lmaydi." Bir ozdan so'ng karvon yana yo'lga tushdi. Bani Qurayza yahudiylari bir kuni mahallalarida Haybon ismli bir olimni mehmon qildilar. Shomdan kelayotgani, Yasribda makon tutmoqchi ekanini gapirdi. "Mana Yasrib, qo'l uzatsang yetadigan masofada." Chindan ham Yasribga juda yaqin qolgan edi. Ularning orasida qolish taklifiga rozi bo'ldi. Ko'pdan beri istagan joyiga kelgan edi. Lekin bu yerda nima qiladi? Ilmini oshirish uchun kelmagani aniq. Chunki bu yerda Shomdagidan zo'rroq olimlar yo'q edi. Bu yerda mulk ham yo'q edi. Savdogar ham emas edi. Ilmi va axloqini ko'rgan yahudiylar unga yer bog' ham ajratib, ekin ekib, ro'zg'or tebratishga imkoniyat yaratdilar. Haybon tinmay o'qib, ibodat qilib, ibratli hayot kechira boshladi. Qurg'oqchilik mavsumi kelganda yahudiylar uning huzuriga to'plandilar. Yomg'ir duosiga chiqishini so'radilar. "Yo'q, bu ishni qila olmayman. Avval muhtojlarga sadaqa berishingiz kerak." "Qanchadan beramiz?" "Bir miqdor xurmo yoki 2 miqdor arpa." U istagan miqdorda muhtojlarga sadaqa tarqatildi. Shundan keyin ular bilan birgalikda yomg'ir duosiga chiqdi. Yalinib yolvordi. Janobi Haq yomg'ir yubordi. Yana bir necha bor yomg'ir duosiga chiqildi. Har safar xalq sevinch bilan qaytdi. Bir kuni Haybon kasal bo'lib qoldi. Ancha qarigan, vujudi ham holdan toygan edi. Uni ziyorat qilishga keldilar. Salomatlik tiladilar. Biroq Haybon vaqt soati yaqinlashganini sezdi. Bir kuni o'zini biroz durust his etgach, Qurayzaliklarga xabar berdi. To'plandilar. "Ey yahudiy millati, men Shomdek to'kin sochin va baraka oshib toshib yotgan zaminni tark etib, sizlarning bu qurg'oqchilik yerlaringizga nima uchun kelganimni bilasizlarmi?" dedi. "Bilmaymiz, albatta. Sening bundan ko'zlagan alohida maqsading bo'lishi kerak. Bu yerga yaqin orada yuborilajak payg'ambarni kutish uchun kelgan edim. Zero Yasrib uning hijrat qilib joylashadigan vatanidir.
Bu paytgacha unga payg'ambarlik vazifasi berilar. Men ham uning diniga kirib saodat toparman deb umid etdim. Biroq umrim poyoniga yetganini sezib turibman. Unga erishish menga nasib bo'lmas ekan. Shuni yaxshi bilib qo'yingki, uning payg'ambarlik vazifasini olishga juda ham oz qoldi. Sharpasi boshingiz ustida turibdi desam sira yanglishmayman. Unga ishonib dinini qabul etishda boshqalar sizlardan o'tib ketmasin. Chunki u zimmasiga o'ziga bo'ysunmaganlarga qarshi qilich ishlatish va bolalarini asir qilish vazifasini ham oladi. Zinhor sizlarni uning diniga kirishdan hech kim to'smasin. Haybon shu gaplarni aytib jim bo'lib qoldi va bir necha kundan so'ng hayotdan ko'z yumdi. Qurayza qabristoniga dafn etildi. Haybonning bu so'zlari nechog'liq samimiy edi. Jo'natiladigan so'nggi payg'ambarning da'vat kunlarigacha yashasa, chindan ham iymon keltirib musulmon bo'larmidi? Ilohiy iroda uni qanday kutib oladi? Ertaga hisob-kitob kuni unga qay tarzda muomala qilinadi? Biz bu savollarning javobini bilmaymiz. Ammo uning bu yo'lda vatanni tark etgani, shu yo'lda turli mashaqqatlarga duch kelgani va maqsadini amalga oshirish uchun uzoq safarga chiqqanini bilamiz. Biroq u yuragidagi armon bilan o'lib ketdi. Yasribning butga sig'inadiganlar mahallasi. Salama ibn Saloma ismli gapga tushunadigan va boshqalarga tushuntira oladigan yoshdagi bir bola. Uylarining yonidagi bir toshda o'tirar va olomonga qarata hayajonli nutq so'zlayotgan yahudiy qo'shnisini zo'r maroq bilan tinglar edi. U yahudiy to'plangan odamlarga qiyomat kuni kelishi, butun jonzotlarning qirilib ketishi, keyin qayta tirilishi, yaxshi yomon amallarning o'rtaga qo'yilib hisob-kitob qilinishi, insonlarning bu hisob-kitobdan so'ng jannatga yoki jahannamga kirish haqida gap uqtirar edi. Uning so'zlarini tinglayotganlarning hammasi mushriklar edi. Na oxiratni, na qayta tirilishu, na hisob-kitob va na mezbonni bilardilar. Menga qara ey rohib, sen bu gaplaringga chindan ham ishonasanmi? Sening aytayotganlaring muqarrar ravishda sodir bo'ladimi? Albatta. Ya'ni ichida jannat va jahannam mavjud bo'lgan bir olamda insonlar qayta tiriltirilib hisob-kitob qilinadi. Shundaymi? Ha, nimani o'rtaga qo'yib qasam ich desangiz ham masiga tayyorman. So'ngra atrofida yig'ilganlarga birma-bir qarab chiqdi. Istardimki, uyimda tandirga olov yoqib meni yondirsangiz, zora men shu olovda yonib kul bo'lsam-u, ertangi kun u dunyoda do'zax azobidan qutulsam. Tinglovchilardan biri gapga aralashdi. Jabr senga qo'shni, o'z joningga jabr qilayottirsan. Bu gaplaringni tasdiqlaydigan daliling bormi? Yahudiy ko'zlarini Makka tomonga qaratdi. Ufqlarga termuldi. So'ngra qo'llari bilan ishora qilib bunday dedi: Mening so'zlarimni tasdiqlaydigan inson mana shu tomonlardan yaqinda vazifasiga chaqiriladigan bir payg'ambardir. Yaxshi, xo'sh biz uni qachon ko'ramiz? Yahudiy bu dafa eshikning oldida o'tirgan Salama ibn Salomani ko'rsatdi. Mana shu bola balog'atga yetsa ko'radi. Bu so'zlar Salamaning ongiga muhrlanib, uzoq yillardan keyin ham unutilmaydigan bir xotira bo'lib qoldi. Bir kuni Yasribning yerli aholisi bo'lmish mushriklar bilan yahudiylar orasida kichik bir kelishmovchilik chiqdi. Mushriklar ko'p edi. Aslida qo'rqoq bir millat bo'lgan yahudiylarning ko'pdan beri popugini pasaytirib qo'yishgan, ular lom-mim demaydigan bo'lib qolgan edilar. Qachonki bir janjal chiqsa, Hazraj va Avs qabilasi yahudiylardan ustun kelar, yahudiylar esa mag'lubiyat alamini tortar edilar. Bir kuni sizlarni adamingizni beramiz ey Yasrib xalqi deyishardi yahudiylar. Bugun adabimizni berishga kim xalaqit beryapti? Bugun sizlarning qo'lingiz balandligidan inkor etolmaymiz. Har doim shunday bo'ladi, bilib qo'yinglar. Mana ko'rasizlar, bir kuni kelib bizning kunimiz ham tug'ib qolar. Tushlaringizni suvga aytinglar. Yasrib doimo yahudiylarni chig'iridan o'tkazadigan bir tegirmon bo'lib qolaveradi. Bir kuni kelib go'ringizni qadaydigan bitta yahudiy ham qolmaydi. Unisi hali noma'lum. Biz kutayotgan payg'ambar kelsin, o'shanda kim g'olibu, kim mag'lub bo'lishini ayon bo'ladi. Ko'rasizlar, hali sizlar bilan boshqacha hisoblashamiz. Ot va Iram qavmlari kabi yo'q bo'lib ketasizlar. Yahudiylar nimaga shama qilayotganini tushunib yetmagan mushriklar qo'pol muomalaga o'ta qoldilar. Qani daf bo'linglar bu yerdan, la'nat yahudiylar.